Poza geometriya, burchaklar mavzusi 5-test. Birinchi savol. Bu yerda 40 gradusni yonidagi burchak ham 40 gradusga tengligi ma'lum bo'lib turibdi. Demak, buni 40 gradus deb yozilsa bo'ladi. Demak, 40 gradus. 30 gradus yonidagi burchak ham 30 gradus. Endi bularni barchasini qo'shsak, yoyiq burchak bo'lgani uchun 180 gradus bo'lishi kerak. Alfa qo'shilgan ikkita 30imiz 60 ga teng. Ikkita 40imiz 80 ga teng va barchasini yig'indisi 180 bo'ladi. Xo'p, alfani o'zini topadigan bo'lsak, 80 ni ayirish qilsam 100, 160 ni ayirishsam 40. To'g'ri javob A. Keyingisi. Belgilanmagan burchaklarni belgilab olamiz. Bu burchaklarni x desam, bu ham x deyishim kerak. Bu y bo'lsa, bu ham y. Demak, bularni barchasi yoyiq burchak yotgani uchun hammasini yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita x'imiz qo'shilgan ikkita y'imiz va bitta 50 ni qo'shsak 180 ni berish kerak. Endi 50 ni o'ng tarafga ayirish qilib olib o'tsak, ikkita x, ikkita y'imiz 180 dan 50 ni ayirishsam 130. Endi bu yerda x plus y'imiz 130 ni 2 bo'lsak 65. Xo'p, 65. Endi bizdan so'ralgan burchagi DOF bo'lyapti. DOF burchagimiz bu burchak, ya'ni bu burchakda nima bor? X bilan y bor. Bularning yig'indisi bizga necha teng bo'ldi? 65 ga teng bo'ldi. Demak, javob to'g'ri bo'lar ekan. Keyingi misolimizda D1 bilan D2 o'zaro parallel ekan. D1 bilan D2 ni davom ettirsak. Bizda bitta qoida bor edi. O'ng tarafdagi burchaklar yig'indisi markaziy burchak yig'indisiga teng degan. Mana shu qoidadan kelib chiqadigan bo'lsak, alfaning qiymati 30 qo'shilgan 40 ga teng bo'ladi. Buni qiymati 70. 70 da javob turibdi. Keyingi savolimiz. Xo'p, keyingi savolimizda birinchi bo'lib D1 bilan D2 parallel ekan. Hozirgi qoidamizga tushadi. Faqat bu yerda B burchagi bilan D burchagini o'rtasiga munosabat berilyapti. Ya'ni B burchakni, ya'ni mana burchak B degan bo'lsak, 2 ga ko'paytirsam, nima kelib chiqar ekan? 3 ta D burchak kelib chiqar ekan. Endi bularda o'rtasida umumiy munosabat qolishimiz kerak. Ya'ni burchak B teng 2 ni bu yoqqa bo'lish qilib olib o'tsam 1,5 burchak D. Ya'ni 3 ni 2 ga bo'lsam 1,5 bo'ladi, 1,5 D. Demak, aytaylik, bu burchakni men x deb belgilasam, bu burchagim 1,5 x bo'lar ekan. Adashmasam, aksi, teskarisi. Ya'ni B burchak D burchakdan 1,5 marotaba katta. Hozir teskari belgilab qo'ydik. Hozir bu yerda aytayaptiki, B burchagimiz 1,5 D ga teng ekan. Demak, mana bu burchagimizni biz x deb belgilasak, ya'ni D da. B'imiz 1,5 x bo'lib qoladi. 1,5 x. Endi mana shu yerdan tenglik hosil qilsak bo'ladi. Hozir bu yerda D1 bilan D2 ni parallelligidan kelib chiqqan munosabatlarni davom ettirsak, yuqorida qoidamizga to'g'ri keladi. Ya'ni o'ng tarafdagi burchaklarimiz bu bilan bu markaziy burchakdir. Qiymatiga teng bo'ladi yig'indisi. Endi demak, bizda 1,5 x ni qo'shsam 2,5 x bo'ladi. Bu nima ekan? 75 ga. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 75 ni 2,5 ga bo'lsak 30 chiqadi. Demak, x ni qiymati 30. Bizdan so'ragan burchak ham 30. Bu javob B javobda bo'lyapti. Keyingisi. 5-savol. 5-savolda ham hozirgi qoida bo'yicha ketsak bo'ladi. Yo'inki bo'lmasam, bir tomonda joylashgan 3 ta burchak yig'indisi 360 gradus degan qoidadan ketsa bo'ladi. Menimcha hozirgi qoidadan ketgan ma'qul. Xo'p, 50 gradus bilan bu burchagim vertikal.
Demak, bu burchakning ham qiymati 50 bo'lishi kerak. 60 bilan bu burchak vertikal, demak bu burchakning qiymati ham 60. Endi alfaning qiymati 50 bilan 60 ning qiymatining yig'indisiga teng. 50 bilan 60 qo'shsak 110 bo'ladi. Bu javobimiz javobda turibdi. Keyingisi Xo'p, bu yerda D1 bilan D2 parallel deyilyapti. Uchburchak qoidasidan kelib chiqsa ham bo'ladi. Ya'ni uchburchakning ichki burchaklar yondosi nimaga teng? 360 gradusga teng. Mana shu qoidadan kelib 360 deymana 180 gradusga teng. Mana shu qoidadan kelib chiqsa bo'ladi. Xo'p, buning uchun bu burchakni topib olishimiz kerak. Bu burchakni qanday topamiz? Ya'ni D1 bilan D2 parallel bo'lgani uchun ichki bir tomonli burchaklar bo'ladi. Bu yerimiz 130 bo'lsa, bu burchagimiz 50 bo'ladi. Bu burchak 50 bo'lsa, bunga vertikal bo'lgan bu burchagimiz ham 50 gradus bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerda 3 burchak bo'lib qolyapti. 3 burchakning ichki burchaklari 180 gradusga teng. Demak, alfa qo'shilgan 70 ga 50 ni qo'shsak 120 teng nimaga teng? 180 ga. Alfani o'zi 120 ni ayirsak 60 ga teng bo'lib qoladi. 60 bu B javobda turibdi. Keyingisi 7-savol. 7-savolimizda hop 7-savolimizda D1 bilan D2 parallel ekan va ED bilan CF bir-biriga perpendikulyar deyilyapti, ya'ni 90 gradus. Hop, endi mana shundan kelib chiqqan holatda biz alfani qiymatini topishimiz kerak ekan, osonroq usulda topishimiz kerak. Buning uchun nima qilsak bo'ladi? Hozir bizda 120 beryapti va 100 beryapti. Mana joyimiz ham nima bo'ladi? 90 gradus bo'ladi. Xo'p. Endi hozir D2 chiziqni davom ettiradigan bo'lsak, bu yerdan D2 chizig'ini davom ettiramiz. Yetkazamiz. D2 chizig'ini davom ettirdik. Endi bu yerdan bu yer 120 gradus bo'lsa, bu yerimiz necha bo'ladi? 60 gradus bo'ladi. Bu yerimiz 60 gradus bo'lsa, 160 chiqarsak, bu tarafga necha qoladi? 40 qoladi. Endi bu joyimiz 40 bo'lsa, bu 90 gradusli to'g'ri burchak, uch burchak bo'lyapti. Bu yerimiz necha bo'ladi? 50 gradus bo'ladi. Ya'ni 40 ga 50 qo'shsak 90, ya'ni buni qiymati teng bo'lishi kerak. Endi bu 50 alfaga qo'shni bo'lganligi uchun alfaning qiymati 130 bo'ladi. Ya'ni 180 dan 50 derishib 130 ajab. Keyingisi 8-savol. 8-savolimizda bir tomonda joylashgan 4 ta burchak yig'indisi 540 gradus degan qoidadan foydalansak, menimcha osonroq chiqadi. Xo'p, 40 ga qo'shni bo'lgan burchagimizning qiymati 140 bo'ladi. 50 ga qo'shni bo'lgan burchagimizning qiymati 130 bo'ladi. Endi ikkita alfa va 140, 130 bilan yig'indisi 540 bo'lishi kerak. Demak, qo'shamiz hammasini. Ikkita alfa qo'shilgan 140 ga 130 270 teng 540. Endi ikkita alfamiz 270 ayirsa 540 ga teng, 540 dan 270 ayirsa 270 ga teng. 270 ni 2 ga bo'lsak, alfaning qiymati 135 bo'lar ekan. Bu javob turibdi. Endi keyingisi 9-savolimiz. 9-savolimiz juda ham ajoyib savol. Bizda demak, quyidagi ma'lumotlarni beryapti va bizdan alfani topish talab etilyapti. Biz yuqoridan, ya'ni A nuqtadan o'tadigan va BC to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan yana bitta to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Xo'p, o'tkazib oldik. Endi
Parallel chiziqlar xossasidan foydalanadigan bo'lsak, bu joyimiz 80 bo'lgani uchun kelasi ichki almashuvchi burchaklar bo'lgani sababli bu joyimiz ham 80 gradus bo'ladi. Endi 80 ga bu burchimiz 90 mi? Yig'indisi 80 ga 90 ni qo'ysak, 170, demak bu yerda necha qolyapti? 10 gradus qolyapti. 12. Endi pastdagi BS to'g'ri chiziqni davom ettiradigan bo'lsak, 160 ga qo'shni bo'lgan burchak 20 gradus bo'ladi. Endi bizda bitta xossa bor edi, qoida bor edi. Qoidada o'ng tarafdagi burchaklar yig'indisi chap tarafdagi burchaklar yig'indisiga teng. Ya'ni bu nima degani? Alfaga 40 ni qo'shsam, ya'ni bu tarafda chap tarafdagilarni o'ng tarafdagi 10, 50, 20 ni yig'indisiga teng bo'ladi. Bir yo'la qo'shib yuborsa 50 ga 20, 70, 70 ga 10, 80. 80. Bu yerdan alfani topadigan bo'lsak, 80 dan 40 ayirasam, 40 degan javob chiqadi. Bu A javobda turibdi. To'g'ri javob A. Keyingisi, aynan shu 10-savol uchun bizda formula bor. Bu joyimiz bir sektrisa bo'lsa, ya'ni bu joyimiz sektrisa bo'lsa deb turib berilgan. 100 bilan 50 ni yig'indisini yarmiga teng alfa. Ya'ni alfa teng 100 bilan 50 ni qo'shsam 150, mahrajida 2, 2 bo'lsam 75. Demak, to'g'ri javob bo'ladi. Aynan shu qoidaga to'g'ri keladi. Endi 11-savolda o'sha qoidaga moslashimiz uchun 120 ni qo'shnisi, ya'ni tepa qismini topishimiz kerak. Agar tepa qismlarni topmoqchi bo'lsak, faqat tepa qismini qo'shish kerak, aralash emaslik kerak. Shunda alfaning qiymati 100 ga 60 ni qo'shsak 160 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu qiymati 80. Bu C javob bo'ladi. 12-si. 12-sida C nuqtadan o'tuvchi va D1dagi parallel bo'lgan chiziq o'tkazib olamiz. Chiziqni o'tkazib oldik. Endi 130 bilan bu burchagimiz ichki bir tomonli burchak bo'lganligi uchun buni qiymati 50 gradus bo'ladi. Endi bu to'liq burchagim bilan alfa burchagim ichki bir tomonli bo'lganligi sababli bularning yig'indisi ham 180 bo'lishi kerak. Ya'ni alfa qo'shilgan elliklik 100 teng 180 bo'lishi kerak. Alfani o'zini qiymati 180 dan 100 ayirsak 80 bo'lib qoladi. To'g'ri javob D javobda turibdi. Keyingisi 13-savolimiz. 13-savolda D1 bilan D2 parallel deb turib quyidagi ma'lumotlarni beryapti. Bu yerda ichki almashuvchi burchaklar qoidasidan kelib chiqsak bo'ladi. Ya'ni bu burchagimiz bilan bu to'liq burchagimiz ichki almashuvchi burchaklar bo'ladi. Bular tenglab endi topib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni yuqoridagi 8 n ga 3 n 10 bitta n teng. Bu yoqda 90 ga nima qo'shishimiz kerak? N qo'shishimiz kerak. Endi chap tarafga olib bo'lsak 10 ta n, o'ng tarafda 90 ni o'zi, endi o'zini topadigan bo'lsak, n ning qiymati, xo'p, 90 ni 10 ga bo'lsak 9 bo'ladi. 9 bu A javobda turibdi. Keyingisi 14. 14da bizdan so'rayotgan qiymati bu alfa. Alfani bermabdi. Lekin CDF burchagi deyapti. CDF burchagimiz qaysi? CDF. Demak, mana bu burchakni so'rayapti bizdan. Alfa. Xo'p, demak, buni topish uchun bizda D1, D2, D3 burchaklarimiz parallel, D1, D2, D3 to'g'ri chiziqlarimiz parallel ekan. Mana shu parallellik qoidalaridan foydalanamiz. Demak, bizda hozir yuqoridagi 70 gradus bilan pastdagi burchagimiz o'zaro ichki almashuvchi. Demak, bu yerning qiymati ham necha bo'ladi? 70 gradus bo'lishi kerak. Bu yerni x desam, bu yerni y deb olsam, x qo'shilgan y teng 70 ga teng bo'ladi. Endi
Va yuqorida ma'lumot bergan. Ya'ni S burchagimiz bilan ya'ni BSD burchagi bilan BSD ya'ni Y bilan DSE X burchagini orasidagi munosabatni beryapti. Nima demoqchi? Ya'ni BSD 4 ko'paytirsak BSD ya'ni Y bo'lsa 4 o'chirib tashlaymiz. 4 Y'imiz teng ekan, ya'ni BSD burchagini 4 ga ko'paytirsak, DSE burchagini 3 ga ko'paytirgan teng ekan. DSE bu X. 3X. Endi Y ni topsak bu yerdan, Y teng 3 ni 4 ga bo'lsak 0,75x bo'ladi. Demak, bu yerdagi Y ni o'rniga 0,75x ni olib borib qo'ysak, 1,75x paydo bo'ladi. Bu nimaga teng? 70 ga teng. Xo'p, 70 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ni qiymatini topamiz. 70 ni 1,75 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Xo'p, 70 aholiga bir qo'yib olsak, ko'paytirilgan mana bu 1,75 degan 7 taqsim 4 degan. 7 pastga tushadi. 4 tepaga chiqsa, 7 bilan buni qisqartirsam bu yerda 10. Bu yerda 40 bo'lib qolar ekan. Demak, x ni qiymati 40. Bizdan so'rayotgan burchagi alfa x ni qiymati 40 bo'lsa, alfa ni qiymati ichi bir tomonli bo'layotgani uchun bular, ya'ni bu ichi bir tomonli bo'layotgani sababli alfa burchagimiz 140 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni 40 ga 180 dan 40 dan ayirsak, alfa ni qiymati 140 bo'lib qoladi. To'g'ri javob B javob. 15-savolimiz. 15-savolda S burchakdan, S nuqtadan o'tadigan D1 va D2 parallelga bitta chiziqcha o'tkazib olamiz. To'g'ri chiziq. Bu o'tkazib oldik. Demak, endi qiladigan ishimiz. Bizda bu burchagimiz bilan, ya'ni bu burchagimiz bilan hozir ekran. Bu burchagimiz bilan bu to'liq burchagimiz o'zaro ichki almashtiruvchi burchaklar, ya'ni bir-biriga teng. Bu yerimiz to'liq x bo'ladigan bo'lsa, bu yerimiz ham x bo'lishi kerak. Demak, mana bu joyimiz necha bo'ladi? 15 bo'lib qoladi. Chunki bu yerda x minus 15 deb qo'shganimda 15 x degan qiymat chiqishi kerak. Endi bu yerda 15 bilan 3x ichki bir tomonli burchaklar bo'layotgani uchun bularni yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni 3 ta x qo'shilgan 15 teng 180. Bu yerdan 3x ni o'ng tarafga arish qilib olib o'tsam, 3x emas 15 dan 165 bo'ladi. 165. X ni o'zini qiymati 55 bo'lar ekan. Demak, x ni qiymati 55. Bizdan so'rayotgani ham xuddi shu. 16-savol. 16-savolda bizga berilgan ma'lumotlarda D1 D2 parallel ekan. D3 D4 ga parallel ekan va bizdan x ni qiymatini so'rayapti. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yer 2x bo'lsa, bu joyimiz ham 2x bo'lishi kerak. 2x bo'lishi kerak. Endi bu joyimiz 3x bo'lsa, bu joyimiz ham 3x bo'lishi kerak. Endi bu yoya burchakdan foydalanadigan bo'lsak, ikkita x qo'shilgan 3ta x qo'shilgan ximiz 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, 6 ta x teng 180. X ni o'zini qiymati 6 bo'lsa, 30 bo'ladi. X 30 bu B javobda turibdi. Demak, 5-test shundan iborat bo'lyapti. E'tiboringlar uchun rahmat.